Bunyodkor Dveri mebel fabrikasi mijozlarimizga Eronda ishlab chiqarilgan xomashyodan foydalangan holda zamonaviy ko'rinishdagi suvdan qo'rqmaydigan, uncha-munchaga sinmaydigan, egilmaydigan, bugilmaydigan zamonaviy stullarni sizlarga taqdim etamiz. To'yxona va xonadonlar uchun tayyorlab beramiz. Narx-navosiga kelsak, $42, $43, $45, $55. Eng ko'p ommabop sotiladigani $40 atrofidagisi. 1 dona, 2 dona, 10 dona, 50 dona, 100 dona, 600 donagacha bemalol ishlab tayyorlab berishimiz mumkin. Siz aytingchi, bu aytayotgan narx-navoimiz $40 dan $42, $43, $45gacha eng zamonaviy stol-stullar, ko'p yil xizmat qiladigan stullar qimmatmi, arzonmi, puliga arziydimi, arzimaydimi? Komment, izoh qoldiring, fikringizni yozing, biz o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz. Zamon rivojlandi, stullar ham rivojlanib bormoqda. Ko'pchilik mijozlarimiz stullarni oyog'i suvda ishib qolishi, yaroqsiz bo'lib qolishidan xabardor va ikkita oyog'ida suyanib, qiyshayib o'tiradigan odamlar. Kelaman yig'otga endi bo'lmasa. Endi unday emas, endi sinmaydi. Bir stulga 2 kishi chiqib o'tirsa ham sinmaydi. Mashina bosib o'tsa ham sinmaydi. Oyoqlari suvdan qo'rqmaydi. Siz izoh qoldiring, biz sizga javobini yozamiz. Oxirgacha kuzatganingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin.